Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Suyunov Bahodir Turdiyevich. Mana shu Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Filologiya fakultetining o'zbek tili va adabiyoti kafedra dotsenti. Bugungi mavzuyimiz o'zbek tili tarixi bo'yicha bo'ladi. O'zbek tili tarixini paydo bo'lishi, umuman o'zbek tili tarixi haqidagi fikrlar, tilimizning adabiy til normalariga amal qilishi va tarixdan bugungi kungacha bo'lgan davrni o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Birinchi mavzumiz o'zbek adabiy tili tarixi, o'zbek adabiy tilining mohiyati, mundarijasi haqida bo'ladi. O'zbek adabiy tili tarixini umuman o'rganish, til tarixi 20-asr boshlarida mana yuzaga kela boshladi. Adabiy til normalarini rivojlantirish, uni takomillashtirish bugungi kungacha davom etib kelmoqda. Bu fanni rivojlantirishda rus tilshunoslari, o'zbek tilshunoslarining alohida hissalari bor. Masalan, akademik Radlov, Malov, Baravkov, Kononov kabi rus tilshunoslari yoki bo'lmasa qator o'zbek tilshunoslarimiz G'ani Abdurahmonov, Tursunov, Ulug' Tursunov, Mutalibov, Fozilov, Rustamov, Olimov kabi olimlarimiz hissalari bor. Qiyosiy tarixiy tilshunoslik masalasi o'zbek adabiy tili bilan bevosita bog'liq. O'zbek adabiy tilining rivojlanishida ana shu qiyosiy tipologik masalalar ham o'rtaga tushgan. Jahon sahnasida bugungi kungacha tillarni qiyosiy o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Bizda o'zbek tilimizda birinchi bo'lib tillarimizni qiyosiy o'rganib bergan shevalarimizni olimiz Mahmud Qoshqariy hisoblanadi. Mahmud Qoshqariy o'zining Devon lug'at turk asarida katta 3 ta lahjani solishtirib bir-biriga qiyoslab, uning mohiyatini, mazmunini, ma'nolar toifasini, qirralarini ochib bergandir. Tillarni tarixiy qiyosiy o'rganish mana bugungi kunda ham ana shu boshlab bergan bobomiz Mahmud Qoshqariydan boshlab bugungi kunda ham davom etmoqda. Bizda hozir masalan qiyosiy tarixiy tilshunoslik bor va choshtirma tilshunoslik bor. Har ikki yo'nalishda tillarimiz, jahon tillari o'zaro qiyoslanadi va o'zbek tili turkiy tillar oilasida til ichida alohida qiyoslanib boriladi. Endi o'zbek adabiy tilining lug'atda izohlanish masalasi, albatta yuqorida ta'kidlab o'tdim, o'zbek adabiy tili bu umxalq tilining sayqal topgan, alohida ishlov berilgan, xalq nimasiga yaqinlashtirilgan shakli hisoblanadi. Adabiy tilning ikki xil shakli, og'zaki va yozma ko'rinishlari mavjud. O'zbek adabiy tilining og'zaki ko'rinishlari albatta bizda amal qiladi, matbuotda, hamma nashriyot ishlarimizda hammasida amal qilib boradi. O'zbek adabiy tilining yozma ko'rinishi bizda mana ikki xil yozuvda hozir amalda ish ko'ramiz. Kiril alifbosiga asoslangan yozuvda va lotin alifbosiga asoslangan yozuvlar ish ko'radi. Lotin alifbosiga bizlar 1993 sentyabrda o'tganmiz. Lotin alifbosiga asoslangan yozuvimizda alohida o'zining qoidalari bor. Bu qoidalar mustahkamlab qo'yilgan va albatta Kiril yozuvidan o'ziga xos farq qiladi, o'ziga xos jihatlari bilan. Endi adabiy til nomlanishida buyuk yozuvchilarimiz, shoirlarimizning o'zlarining hissalari bor. Masalan, Yusuf Xosxojibning Qutatg'u bilik asari haqida to'xtaladigan bo'lsak, bitik so'zi, masalan, nutq masalasi, ag'iz kabi bitik so'zi, bitik kabi yozma yozuvlarimizni bitiklar deb atashgan. Qadimgi mana Urxun Yenasoy boshqa bitiklarimizda qadimgi bizning tillarimizning shakllari o'zini aksini topgan. Qutatg'u bilik asari bu xoqonlarimizdan biriga bag'ishlab yozilgan, sovg'a qilingan asar bo'lib, Qutatg'u bilikda bu baxtga eltuvchi bilim masalasi, bilimga katta e'tibor qaratiladi. Qutatg'u bilikda umuman inson hayoti, uning intilishlari, bilimlari 4 unsur asosida ifodalab berilgan. Qutatg'u bilikda o'sha podshoh va albatta vazir, aql va qanoat kabi tushunchalar o'ziga xos ramziy obrazlarda tasvirlanadi. Turkiy tillarni tarixini, umuman adabiy tillarni o'rganishda Radlov o'ziga xos sinflarga ajratib o'rgangan. Masalan, sharqiy guruh tillari, Sibir tatarlari tillari, g'arbiy guruh tillari, qirg'iz, qozoq, boshqirt tillari, O'rta Osiyo guruh, o'zbek, uyg'ur tillari, janubiy guruh turkum, Ozarbayjon, turk, Qrim tillari kabi guruhlarga ajratib o'rganganlar. Bunday tasniflar juda ham ko'p. Radlov tasnifidan tashqari Vinogradov tasnifi mavjud. Rus tilshunoslaridan, o'zimiz tilshunoslarimizdan juda ko'p, G'ani Abdurahmonovga o'xshagan
yoki bo'lmasa Mazmun Asqarova o'xshagan opalarimizni o'zlarining maxsus tasniflari bor. Endi bu yerda mana Samoylovich tasnifi berilyapti. Janubiy sharqiy yoki Chig'atoy guruhiga hozirgi Uyg'ur, o'zbek, tatar shevalarini kiritib bergan, janubiy g'arbiy yo'nalish bo'yicha o'zbek tilining o'z shevalarini kiritib bergan mana tasvirda ko'rsatilyapti. Malov tasviri bo'yicha o'zbek adabiy tili, Uyg'ur adabiy tili, Chig'atoy adabiy tili yo'nalishlarda tasvirlanadi. Samoylovich o'zbek adabiyoti tarixini 3 davrga bo'lib o'rgangan. Birinchi Qoraxoniylar davri. Bu davrda Qoraxoniylar davlatida shakllangan keng qo'llangan sharqiy turkiy adabiy til va shu tilda yozilgan asarlar bilan tanishtiriladi. Ikkinchisida O'g'iz Qipchoq, ya'ni 12-14 asrlardagi O'g'iz Qipchoq dialekti negizidagi tillar, rivojlangan tillar va ularning amal qilishi. Uchinchi qilib O'rta Osiyo adabiy tili 14-19-20 asrlar. Bu davrda turkiy eski o'zbek adabiy tilining tilda yaratilgan asarlar bilan bog'liq tushunchalar beriladi. Hozirgi o'zbek adabiy tili esa O'rta Osiyo turkiy adabiy tilining davomi sifatida qaralgan. Olim Usmonov tasnif bo'yicha o'zimizning tilshunos olimlarimizdan 1957-yilda filologiya fanlari doktori Olim Usmonov tomonidan tasniflar mana 5 ga ajratilib ko'rsatilyapti. Qadimgi turkiy til davri 5-9 asrlar, qadimgi o'zbek tili davri 9-12 asrlar, eski o'zbek tilining shakllanishi, eski o'zbek adabiy tili va hozirgi zamon o'zbek adabiy tillariga ajratiladi. Xuddi shunday G'ani Abdurahmonov akademik tasnifida mana 6 yo'nalishni ko'ramiz. Eng qadimgi turkiy til, eski turkiy til, eski o'zbek adabiy tili, yangi o'zbek adabiy tili va hozirgi zamon o'zbek adabiy tili. Qosimjon Sodiqov tasnifida 2009-yil bizga zamondosh. Qosimjon aka o'sha o'zbek tili tarixini juda chuqur o'rgangan, o'sha devon lug'at turkdan boshlab to bugungi kungacha bo'lgan davrni keng qamrovda katta yo'nalishlarda o'rgangan olimlarimizdan hisoblanadi. Qosimjon akaning ishlarida 5 xil yo'nalish ko'rsatilgan. Eng qadimgi turkiy til davri 6-10 asrlar, eski turkiy adabiy til 11-14 asrlar va eski o'zbek adabiy tili 14-20 asrlar, hozirgi o'zbek adabiy tili 20 asrdan bugungi kungacha davom etadi. Endi mana bu savolli topshiriq bilan tanishtiramiz. O'zbek adabiy til tarixi kursi nimani o'rganadi? Qiyosiy tarixiy metod nima? Umqal tilining shakllari, o'zbek tili tarixiga oid adabiy manbalar yoki bo'lmasa qadimda adabiy tilning nomlanish xususiyatlari, adabiy til shakllanish uslublari va olimlarimizning o'sha tillarni tasnif qilganligi, o'zbek adabiy tilini va o'zbek tili tarixini qay darajada o'rganganligi savol topshiriq qilib berilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.